Sabr va shukr kuni. Ey mo'min, roza seni ochlik bilan sinaydi, chanqoqlik bilan sinaydi, lekin aslida qalbingni tarbiyalaydi. Buyuk alloma Ibn Taymiyah aytganlar: banda sabr bilan yuksaladi, shukr bilan saqlanadi. Yana donishmand olim Hasan al-Basri deganlar: dunyo 3 kun, kecha o'tdi, ertaga noma'lum, bugun esa amaldir. Bugun o'zingdan so'ra. Sinov kelganda sabr qilyapmanmi? Ne'mat kelganda shukr qilyapmanmi? Roza meni chidaydigan va qadrlaydigan qildimi? Ramazon sabr maktabi. Ramazon shukr darsi. Ey Alloh, bizni sabrli va shukr qiluvchi bandalaringdan qil. Agar bu eslatma qalbingga yetgan bo'lsa, like bos, savobga sherik bo'l. Ulash, balki bir qalb uyg'onar. Obuna bo'l, Ramazon darslari davom etadi.